Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asli uy-joy jamoasi sizlarga arzon xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. 8 sotiq 6 xona uy bor. Undan tashqari sanuzelli hojatxonasi, oshxonasi, alohida bo'lgan qurilish tugallamagan bitta hovlini obzoriga yetib kelganmiz. Manzil qayerda deysizmi? Manzil Farg'ona shahar 5 bola ko'prik boshida shaffof zapravkadan shundoqqina o'tib kelganimizda katta yo'lda bo'yidan borinkani 50-60 metr ichkaridagi ushbu fayzli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Narxini eshiting, 30 ming dollar baho so'rashyapti. Ozmos o'tib beradigan joy bor. Videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan birgalikda ichkariga chiroyli sayohat qilamiz. Yo'qsa like deb bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqangi arzon hovliqtirayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Obunachilarim, qarang, darvoza qo'yilmagan ekan, shu yerga bitta chiroyli qilib darvoza qo'yasiz. Naveslarni qilib qo'yishgan ekan. Uyimiz chap qo'l tomonda ham, o'ng qo'l tomonda ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli shakl keltirib qo'yishgan ekan, Cessna poyezdlar qo'yishgan ekan. Mana ko'rib, bahoni o'zlaringiz berasizlar. To'rt burchak chorsi joy 8 sotiq 20 ga 40. Xo'p, bu tomonda ham aylanasiga uylar, bu tomonda ham aylanasiga uylar. Hovlini 100% ko'rsataylik, keyin ichkaridagi xonalarni sizga operator ham ko'rsatishga harakat qiladi. Devorlarda shlaka blok bilan to'rt burchak qilib juda chiroyli shaklda urib qo'yishgan ekan. Xo'p, endi qarang, hurmatli obunachilarim, o'sha shlaka blok qirg'og'idan devor tortilib ketadi. Operatorim buni sizga qo'ldan kelganicha ko'rsatadi. O'sha oxirigacha boradi. Ariqda qirg'og'idan devor tortib olasizlar o'zlaring uchun. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uy yoqyaptimi sizlarga? Yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaymiz, hurmatli obunachilarim. Manzil Farg'ona shahar 5 bola ko'prik boshida bo'lyapti. Xo'p, endi qarang, bu tomondan boshlaymiz. Bu tomonda kattagina bitta xona, buni peregorodkalarini qilishmagan ekan uy egalari. Endi o'zingizga moslab peregorodkalarini qilib olsangiz bo'laveradi. Endi kattagina zal bo'lganligi uchun shu joyda meni o'zim fikrim, shu yerda mana Cessna poyezd quyilgan ekan, shu yerdan bitta devor tortilsa, bu tomon bitta xona bo'ladigan bo'lsa, bu tomonimizga machetga yana bitta devor tortiladigan bo'lsa, bu bitta xona bo'lsa, bu tomoni yana bitta xona bo'ladi. Bu degani 3 ta xonasi bor. Endi bu yerdan chiqamiz, bu tomondagi xonalarni ham sizga chiroyli qilib ko'rsatib beray. Bu tomondagi xonalarimiz ham bundanda yaxshi, sababi holatlari zo'r ko'rinishda. Mana bu tomonda bitta xonamiz bor ekan, buni ham kirib operatorim bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana kirganingizda bitta xona, bu ham bitta bemalol oilaviy zona qo'ysangiz bo'ladi yoki-da oshxona qilsa bo'ladigan joy ekan. Xo'p, bu yerdan chiqamiz, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Videolarimizda xato nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasiz. Video yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz, hurmatli obunachilarim. Hurmatli obunachilarim, bu tomonda ham bitta xona bor ekan. Uyda egalari borligi uchun kirmayapmiz, ko'rishingiz mumkin. Endi bu tomonga o'tamiz, sababi bu tomonda ham alohida o'zini xonalari bor do'stlar. Hozirgi bu tomonda ko'rsatib o'tganimdek, xuddi shunaqangi bitta eshik mana ko'rishingiz mumkin, bitta deraza, shu yerga bitta devor tortiladigan bo'lsa, bitta xona, bunisi ikkinchi xona, bu yerga bitta devor tortiladigan bo'lsa, bu tomonga sanuzel hojatxonaga mana joy ham qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, qalay, uyimiz sizga yoqayaptimi? Yoqayotgan bo'lsa, like deb bosib qo'ying, tashqariga chiqib narxlarni aytib o'taman. Xo'p do'stlar, uyimizni ko'rsatib o'tdik. Manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar 5 bola ko'prik boshida shaffof zapravkadan o'tib kelganimizda, katta yo'lda bo'yidan 50-60 metr ichkarida bu hovlimizni tashqi tomon qismi ko'rishlaringiz mumkin. Gaz shotchilarimiz, svet shotchilarimiz bor ekan. Uyimizning narxi 30 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor. Yoqqan bo'lsa, pastda uy egalari telefon raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, gaplashib, ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan Sergey Azbekov uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, hurmatli obunachilarim.